Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga xush kelibsiz. Hozir taniqli shifokor, olima Oydin Solihning haqiqiy tibbiyot kitobini audio shaklida e'tiboringizga havola etamiz. U kishining ilmi va tajribasi barchamizga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Ushbu loyihani Oydin Solihning xotirasiga bag'ishlaymiz. 30-qism. Tahorat. Tahorat sog'lik yuzasidan juda ham foydali hisoblanadi. Inson tanasida taxminan 700 biologik aktiv nuqta bor. Ularning 66tasi agressiv nuqtalar deb nomlangan ekstra aktiv nuqtalardir. Agressiv nuqtalardan 61tasi tahorat a'zolarida joylashgan. Tahoratda a'zolar yuvilayotib, barcha aktiv nuqtalar va agressiv nuqtalarning muvozanatini saqlanadi. Shu sababdan tahoratdagi tartibni, ketma-ketlikni buzmaslikka e'tibor qaratish kerak. Yuz yuvilarkan oshqozon, ichak, safro kosasi, siydik yo'llari, asab tizimi va ko'payish a'zolari. Qo'llar yuvilarkan ichaklar, yurak, o'pka, ko'payish a'zolari va qon aylanishini tartibga soladi. Quloqlar taxminan 100 biologik aktiv nuqtadan iborat va barcha a'zolarga bog'langan boshqaruv markazidir. Quloqlar masx qilinganda barcha a'zolar uyg'onadi. Oyoqlar yuvilarkan gormon muvozanatini ta'minlaydigan, rivojlanish va ko'payishni boshqaradigan gipofiz, buyraklar va barcha a'zolar faoliyatini ta'minlaydigan biologik aktiv nuqtalar uyg'onadi. Akupunktur nuqtalarining uyg'otilishi natijasida tanada quvvat va qon aylanishi osonlashadi. Tananing chidamliligi ortadi, immunitet tizimi quvvatlashadi. Issiq ko'tarilgan sovuq suv bilan tahorat olinsa, issiq 1,5-2 daraja tushadi. Tahorat yuqori qon bosimini tushiradi. Bosh og'rig'ini yengillashtiradi, ko'p uxlash, holsizlik va jahlni ketkazadi. Sovuq suv ishlatish tahorat va g'usulning foydalarini orttiradi. Faqat o'pka yoki jigarida kasali bo'lganlar, jarrohlikdan chiqqanlar, qariyalar, ichib ketayotganlar uchun tahoratda iliq suv ishlatish yaxshiroq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga tahorat uchun iliq suv tavsiya qilar edilar. Bu tavsiya avom uchun emas, tuban ruh martabalariga oid kasalliklardan qutulib, yuksak ma'naviy martabalarga erishganlar uchun edi. Bu tavsiya piyoz va sarimsoq yemaslik tavsiyasiga o'xshaydi. Tahorat olarkan og'izni misvoq bilan tozalash muhimdir. Misvoq akupunktur nuqtalari vositasida milklardagi 28 nerv bilan bog'langan miyaning 5 tuyg'u a'zolari va sinuslar, muskullar, ichki a'zolar va xususan ko'payish a'zolarining faoliyatini tartibga soladi. Misvoq muskullardagi og'riqni ketkazadi, milk kasalliklari va tish chirishini oldini oladi. Og'izdagi zararli mikroblarni o'ldiradi. Doimiy ravishda misvoq ishlatish insonning aqliy salomatligini va xotira mustahkamligini oxirgi nafasgacha ta'minlaydi. Misvoqning ta'siri qo'llanganidan boshlab 48 soat davom etadi. Namoz vaqti 24 soat ichidagi 5 buyuk va 50 kichik aktiv bioritm davri bor. 5 buyuk davrning har biri boshlanishidagi ilk 15 daqiqa biologik aktiv paytdir. Bu vaqtlarda akupunktur nuqtalar tamoman ochiq holatda bo'ladi. 5 vaqt namoz bu 5 buyuk biologik davrga to'g'ri keladi. Azondan 15 daqiqa keyin akupunktur nuqtalar sekin-asta yopilishni boshlaydi va bu yopilish jarayoni 1,5-2 soat davom etadi. Alloh Rasuli sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: Namoz uchun vaqtning avvali Alloh rizosi, vaqtning o'rtasi Alloh rahmati, oxiri esa Allohning afvidir. Bundan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar kishilar namozga erta kelishning savobini bilganlarida edi, buning uchun musobaqalashar edilar. Namoz harakatlari. Ruku ichki a'zolarni, tuxumdon, bachadon, prostatit, buyrak, siydik yo'llari va umurtqa sog'ligini saqlaydi.
oshqozon, qorin, bel va gardan muskullarini kuchlantiradi. Sajda badanining ustki qismlarida qon yurishini orttiradi. Miyada suyuqlik va qon aylanishini tartibga soladi va saqlaydi. Miyani toza saqlaydi. Xotirani kuchlantiradi, tushunish va fikrlash qobiliyatini orttiradi. O'pka, yurak va asab tizimini dam oldiradi. Salom berayotib yelkalarga qarash ko'zlardagi qon aylanishining buzilishidan, ko'z muskullarining dangasaligidan, ensa va bo'yin suyaklariga ohak yig'ilishidan saqlaydi. Sajdaga ketayotib va turayotib qilingan harakat tananing barcha bo'g'im va muskullarining sog'ligini muhofaza ostiga oladi. Tahorat va namozning moddiy foydalarini sanab oxiriga yetib bo'lmaydi. Bu yerda misol tariqasida ularning faqatgina bir nechtasi aytildi. Ma'naviy hikmatlari haqida esa hech gapirmadik. Sog'liqni saqlash uchun tahorat qilish, 5 vaqt namoz o'qish, halol taom yeyish va yeyishni kamaytirish yetarli. Uyqu. Ko'p uxlaydigan kishining ruhi xasta, ishi qiyindir. Uyquning eng yaxshisi 5 soatdan oshib ketmaganidir. Normal kishi uchun 6 soat uxlash kifoya qiladi. Bolalar, og'ir kasallar, kasal va zaiflar 7-8 soat uxlashadi. Kechqurungi ovqatdan 2-4 soat keyin soat 22:00, 23:00 dan 4:00, 5:00 gacha uxlash uchun eng yaxshi paytdir. Hech bo'lmasa soat 00:00 gacha yotilishi va quyosh chiqmasidan turish kerak. Hazrati Umar roziyallohu anhu tongda uxlashdan qochinglar. Aks holda og'iz hidi, ruhiy muvozanasizlik va tabiat buzuqligi yuzaga keladi. Choshgoh paytida uxlaganga uyqu aqliy nuqsonlik, asr paytida uxlaganga esa telbalik keltiradi deganlar. Quyosh chiqmasidan turishga va botmasidan uxlamaslikka e'tibor qilish kerak. Chunki bu soatlarda barcha a'zolar va tizimlarni ishga tushiradigan hayotiy gormonlar ishlab chiqariladi. Uyqu holida barcha jarayonlar sekinlashgani uchun gormonlar ham yetarli darajada ishlab chiqarilmaydi. Shu tariqa ko'p uxlash gormon muvozanasizligiga va unga bog'liq kasalliklarga, xususan ruhiy muammolarga sabab bo'ladi. Sog'lom kishilar uxlasalar, nafas soni va nafas chuqurligi kamayadi. Sog'lom bolalar kabi ovozsiz nafas olishadi. Sog'lom bo'lmaganlar esa uyqu paytida chuqur nafas olishadi. Bir necha soat davomida chuqur nafas olish tananing kislorod, uglik gazi muvozanatini buzadi. Bu muvozanatsizlik ba'zi kasalliklar bilan birgalikda astmaga ham sabab bo'ladi. O'rin qattiq, yostiq yetarli daraja baland, ko'rpa yumshoq va yengil, xona havosi toza va salqin bo'lishi kerak. Uyquning eng yaxshi shakli o'ng yonga yotib, bosh ko'krakka egilgan, tizzalar qoringa bukilgan, qo'llar ko'krakka tegib yotgan holatdir. Bu holat yurak, qon aylanishi, quvvat yig'ish va hazm qilingan taomning oshqozondan ichakka tushishiga qulaylik yaratadi. O'ng tarafga qarab yotganda o'ng burun teshigidan olinadigan nafas kamayib, chap burun teshigidan olinadigan nafas ko'payadi. Chap burun teshigidan olinadigan nafas parasimpatik asab tizimini faoliyatini yaxshilaydi. Yurak yurishini sokinlashtiradi, qon bosimini tushiradi va oshqozon ichak faoliyatini me'yoriga keltiradi. Bunday holatda uxlaganda xususan yurak kamroq charchaydi, uyquga ketish qulaylashadi. Bu esa o'z navbatida yanada yaxshiroq uxlashni ta'minlaydi. Bundan tashqari uyqu davomida tanaga biron zarar keladigan bo'lsa, bu holatda ichki a'zolar muhofaza qilingan bo'ladi. Hazmi zaif bo'lganlar avval chap yonga, keyin o'ng tomonga qarab yotishlari kerak. Umurtqasida muammosi borlar, muskul va ichki organlar zaif bo'lganlar va qariyalar bo'lsa, tepaga qarab yotishadi. Kasal va qariyalar jag' muskullari zaif bo'lgani uchun og'zi ochiq yotishadi. Past yostiqda yotganda sinuslardagi
suyuqligi burunga kelmaydi. Baland yostiqda tepaga qarab yotganda suyuqlik burunga emas, tomoq, o'pka va oshqozonga oqadi. Sinuslardagi suyuqlik yondiruvchi va zaharli bo'lsa va tashqariga chiqmasa, sinus bo'shlig'ining yallig'lanishiga va bosh og'rig'iga sabab bo'ladi. Tomoqqa oqsa, angina va ovoz naychalari bezovtalanadi. Tomoq va qizil o'ngachda qizish va yaralar yuzaga keladi. Oshqozonga oqsa, oshqozon aynishi va oshqozon kasalliklariga, o'pkalarga oqsa, shunday kasalliklarni keltirib chiqaradi. Sinus suyuqligi oqadiganlar baland yostiqqa o'ng yon bilan yotishlari kerak. Qadimgi olimlar yuztuban yotishni ma'qullamaganlar. Bunday yotishni shayton yotishi deyishgan. Uyquda so'lak oqishi yotishdan avval ko'p va aralash taom yeganlarning oshqozon fermentlaridan tufuk bezlari ham ta'sirlanib, tufuk ko'payib og'izdan oqishni boshlaydi. Gijjalar ham tufuk bezlarini ayni shaklda ta'sir ostiga olishadi, ya'ni ko'paytirishadi. Gijjalarga qarshi bu kitobda tavsiya qilingan davolanishni tamomlagan, oziqlanish odatini tartibga solgan va kam yegan, taomdan kamida 3-4 soat keyin uxlagan kishilar uyquda so'lak oqishidan qutuladi. Uyquda xo'rillash yotishdan avval taom yeyish odatidan, hazmsizlikdan, ich qotishi va ichaklarda gaz hosil bo'lganidan, yo'g'on ichaklar faoliyatining buzilganidan va kengayganligidan, kichik tilning shishganligidan va yurakning zaifligidan dalolat beradi. Sirka ichida anor po'stlog'ini qaynatib g'arg'ara qilinsa, kichik til shishi kichrayadi va xo'rillashni kamaytiradi. Ichaklarni davolatganlar va yeyishni kamaytirganlar kuchli xo'rillashdan qisqa vaqt ichida qutulishadi. Uyquda bosinqirash va yomon tush ko'rish miyada qon va suv aylanishining buzuqligiga ishorat. Jigar, qon va tomirlarni tozalash, saunaga borish, hojamot qilish, zuluk qo'yish bu holatdan qutulish uchun kifoya qiladi. Uyquda tishlarni g'ichirlatadigan kattalar epilepsiya, ya'ni tutqanoq kasalligiga duchor bo'lishi mumkin. Bolalarning uyquda tish g'ichirlatishlari keyinchalik qolib ketadi. Qishda quyosh nuri kamligidan, taomlarning og'irligidan uyqu ko'payadi. Faqat oziqlanish qonun-qoidalariga rioya qilgan va roza tutganlarning holati qishda ham o'zgarmaydi. Kam ye, bemalol uxla. Maqol: ko'p uxlashdan qutulish uchun yeyishni kamaytirish, saunaga borish, arpa-bodiyon, zig'ir urug'i, qora zira va sano iste'mol qilish kerak. Uxlay olmayotganlar esa hammomga tushishlari, uyquga yotishdan avval asal sharbati, bug'doy yoki arpa suvi ichish yoki unib chiqqan arpa yeyish, bosh terisiga zaytun yog'i surish, rayhon va valeriana hidlash va hojamot qilishlari kerak. Kiyim. Sog'lom bo'lish uchun barcha kiyiladigan narsalar yung, zig'ir va paxta kabi tabiiy, sunnat bo'lganlar materiallardan tikilgan bo'lishi kifoya qiladi. Ayollar ipak kiyishlari ham mumkin. Bu tur kiyimlar tomirlarni uyg'otib, qon aylanishini qulaylashtiradi. Tomir tiqilishlariga va teri kasalliklariga to'sqinlik qiladi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam oxir zamonda qancha tasatturli yalang'ochlarni ko'rajaksiz degan edi. Sintetik gazmollar zichlashgan gaz sintezidan olingani sababli oxir zamonda, ya'ni butun tabiiy bo'lmagan narsalar asliga qaytadigan paytda bo'g'uvchi gazga aylanadi va bu gazmoldan qilingan kiyim sohiblari yalang'och qolishadi. Umuman, tanadagi quvvat oqimini qorishtirib, sog'likka zarar berish uchun kiygan kiyimimizda bir nechta sintetik ipning bo'lishi yetarlidir. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Kitobning keyingi qismi keyingi videolarda. Fikringizni izohlarda yozib ketishni ham unutmang. Ko'rishguncha sog'-omon bo'ling.